bu Arşanның сөйзе yarışıraqqa bək payda qılıdı. deb so'zini davom qildi. Beshiga gullik Manchester do'ppi kiygan qora burut 30 yosh odam. Bizning mahallada İsaq deb bir kaymi toz bo'ladigan. Mushu Arşanga erinmay arqa-arqadan 3 qitimli kelib edi. Sallamaza saqayib ketdi. Tozning beshiga chash chiqsimi alomat chiqdi ekan. Bekar turmay maylavergan bosh bo'g'ashqa toza o'sha o'g'itligan yerdan ungan maysida quyuq, qop-qora chiqdi ekan. Pah, hozir u tozning holini demaysizlar. Saltikiga baxmay, kayni-kaynidan 3 xotin oldi. Urayim kiyishini tunimsizlar ekan. deb so'z boshladi. Egiz o'ruq bir og'ina qo'lidagi qog'ozga muhrga selib turib. Tunuysizlar, Urayim kiyishchi desa, bu yerda tunimaydigani yo'q. Kosapat, yaxshi kasbda. Gullik kiyizdamsan, namatman, shirdaqmi, hammasini gul keltirib etadi. Urayim bosqan desa, uning kiyizini bozordimi o'shiq bahoda oladi. Urayimning bir qiziq ishi bor. Yoz bo'ldimi, shaharda turolmaydi. Hay og'inlar, bo'ldi. Bu yerda siz o'tiraveramsizlar. Mundaq bir tog' dalalarni ko'rib, ko'ngillarni ichib kelmamsizlar deb, qo'lni bir silkiydi-da, bir uloqqa kigiz bostirgan jabduqlardan ortib, tog'-tog' yurib, molchilarning yig'ib qo'ygan yunglardan kigiz etib berib, kuzda biroqli qaytib keladi. Shu Urayim nadin yo'qtirgan, bir yili bazgak bo'lib qaytib kelsa bo'ladi. Ey Yohannas, bu kasal bechorni 2-3 yil obdalli qiynadi juma. Bir qitim Urayim mushu Arshangning danqini anglab kepti. Toza bazgiki tutib, jaqildab titrayotganda Arshanga birlik qitib tushibdi-ki, bazgiki shuning bilan qolgan. Hozir Urayim og'zi ichilsa, bu Arshangni shundoq maqtig'ili turdiki, demisimi ras. Old shatrabdan kelgan bir yetimchi bor ekan. Bechorning gilida qo'sh mushtak yo'g'on po'qiqi bor ekan. Yurtiga qaytib ketib etib, mush yay kelganda Arshanga bir tushib chiqishni ko'ngli tortib qopti. Tushib chiqibla, gilini silsa, po'qiqi yo'qturgudak. Voy po'qiqim deb, necha kun izlabmi, po'qiqini topolmabdi ekan. Yurtiga borsa, onasimi tanimay qopti. Bir do'kni mushu Arshanga tushib ketibla, do'ki o'ngshilib ketibdi ekan deb anglaymiz-ku. Yo'q. Endi bu gaplar chaqchaqa aylanib ketgili turdi. Balkim Xudoyim shifoliq bersa, hech gap emas. Do'kni saqaytalaydigini qandoq keyin bilmadim, ammo xo'rakni gap yo'q saqaytdi ekan. Bizning mahallada Sulaymon deb bir tugmanchi bo'ladigan. U og'ini bilan bir uyda yetib qilishdan Xudo o'zi saqlasin-a. Xo'rak tortadigan bo'lsa, butun bir mahallani titirtib bitadi. Shuni o'zimi xo'rakim anglanmaydi deb tugmandan boshqa yerda yotmaydi. Bir qitim mushu Arshanga tushib, ehtiyotsizlikdan 1-2 yutum suvni ichib olgandek bo'pti. Mana shu sabab bilan xo'rakdan faqatli qolgan. Biz tarafda turdi yakchashma deb olg'ay bir odash batdi. Orliqda ko'rishmaganimizga-mu xeyli vaqtlar bo'lib ketibdi ekan. Bir kuni qarasam, heliqi og'inning ko'zi o'ngshilib qopti. Turdi, muborak bo'lsin desam, nima muborakkan u deydi. Avi ko'zining qarisi joyiga kelib qopti-ku desam, ha, sen endi ko'ryapsan. Bo'ltir shotiga ot og'ili borganda, boshqalar shoti Arshangni bak maqtab ketdi. Putimda saqaymig'ili uzoq bo'lgan bir tamratga bor edi. Voy, kechsi qichishib, oromimni qo'ymaydi. Shuningga shifo bo'lib qolsa ajab emas deb berib, shu Arshanga bir hafta tushmaymanmi? Eliq tamratga yo'qoqli ketdi. Olgan otlarimizni shaharga haydab kelib, pul qilib uyga chiqsam, hammasi ko'zimga qaraydi. Ha, nim bo'ldinglar desam, xotun, ko'zingiz deydi. Ha, ko'zim mushundoq olg'ay. Shunga haqmi, meni turdi yakchashma deydi. To'y qilmasda o'zim ko'rib tekkan. Endi bir qismi ko'rinyaptamda desam, nima davatqansiz? Elim shu ko'zingizning olg'iyi o'ngshilib qopti deydi. Ma'u xotun nima deydigandu deb yugurib berib aynak qarsam, ko'zlarim ravrusli turmamdi. Xushalliqimdan sakrab ketdim. Ishonmasam, hozir har kuni atigan turibla, ko'zim yana olg'ay bo'lib qolmagandu deb aynak qarayman.